bugun obedga nima ovqat deb bemalol haddisi qilib so'raydigan ustalar bor, bilasizlarmi? Agar pirashga xamir ovqat bo'ladigan bo'lsa, bu ustalar yeb o'tirmaydi. O'ziga alohida kafedan yo restorandan ovqat zakaz qilib olishadi bu ustalar. Ular ishlaydigan joyi ham juda ham akkuratli bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa boshqa ustalar bo'lishi kerak emas. O'zi ikki kishi bo'lib ishlashadi, lekin kallani kallaga qo'yib, xotirjam ishlashadi. Chunki ishlayotgan mahsuloti ham 20-30 dollar turadigan mahsulot. Keyin bularga agar aytgan narsasini olib kelib bermaydigan bo'lsangiz, sifatni so'rab olish ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki ayb o'zingizda bo'ladi. Agar ertalab настроенияsi uyg'onsa, shu kuni ishga ham bormaydi bu ustalar. Ular qattiq gapiradigan bo'lsangiz, shundan kelgan joyida tashab ham ketaveradi. Qaysi usta haqida gapirayotganimni bildinglar, kommentda yozib ketinglar. Qolganlar ham bilib qo'yursin.